O'zbek shou-biznesida shoshilinch yomon xabar. Feruza Normatovaning qaynonasi Feruzadan dod dedi. Hammasiga noroziman. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Feruza Normatovaning qaynonasi Feruzadan dod dedi. Bizning hayotimizda har xil sinovlar bo'ldi, hattoki o'g'limni qamab qo'yishga ham borishdi. Bunday holatlar faqatgina mening oilamda bo'ladi deb o'ylamayman. Har bir inson xato qiladi, lekin yaxshi-yomon kunni ommaga olib chiqib odamlarga muhokama qilish bu noto'g'ri deb o'ylayman. To'g'ri, Feruzani ommani insoni ekanini bilib qabul qilganman, lekin oilamizni, o'g'limni, meni, qizimni Instagramga olib chiqishiga qarshiman. Insonlarni mening hayotimni, mening oilamni muhokama qilishi menga umuman yoqmayapti. Men ommani insoni emasman, oddiygina ayolman. Hattoki o'zimning rasmlarimni qizim shaxsiy Instagram sahifasiga qo'ymagan. O'g'limni gapirmasam ham bo'laveradi. Kelinim Feruzani yaxshi ko'raman, o'zimning farzandimdek ko'raman. O'g'lim shu qizga uylanaman desa umuman qarshilik bildirmadim va yagona kelinim bo'lasan deb o'zimning oilamga qabul qildim, deydi Feruza Normatovaning qaynonasi.